Futbolda hamma gollarni va hujumlarni yaxshi ko'radi. Oltin to'plar, million dollarlik shartnomalar, shon-sharaf, barchasi doim super hujumchilarga nasib etadi. Lekin bir narsani unutmang. Hujum sizga o'yinni yutib berishi mumkin, ammo himoya sizga chempionlikni olib keladi. Bugun biz futbol tarixini o'zgartirgan, hujumchilar uchun haqiqiy dahshatli tushga aylangan va himoya chizig'ini san'at darajasiga olib chiqqan top 10 ta eng buyuk himoyachilar haqida gaplashamiz. Tayyor bo'ling, ro'yxatimizda siz kutmagan nomlar ham bor. Golnoma boshlandi. Birinchi o'rin Paolo Maldini, Italiya. Himoya san'atining o'zi. Va nihoyat ro'yxatimiz qiroli Paolo Maldini. 25 yil bitta klub. Milan sadokati. 5 ta Chempionlar Ligasi kubogi. Maldini shunday degan edi: agar men podkast tashlashga majbur bo'lsam, demak allaqachon xatoga yo'l qo'yganman. Uning o'yini shu qadar mukammal ediki, u raqibini yiqitmasdan shunchaki to'pni olib qo'yardi. Chap qanotda ham, markazda ham u dunyoning eng yaxshisi edi. Himoyaning tirik timsoli Paolo Maldini. Ikkinchi o'rin Franz Beckenbauer, Germaniya. Kaiser, ya'ni imperator. U nafaqat himoyachi, balki futbol intellekti edi. Maydonda libero, erkin himoyachi ampluasini yaratgan inson. Beckenbauer himoyadan xuddi yarim himoyachidek hujum boshlardi. Gol urardi va jamoani boshqarardi. Germaniya futbolining asosi aynan shu insonning xizmatlari evaziga qurilgan. Uchinchi o'rin Cafu, Braziliya. Charchamaydigan poyezd. Futbol tarixidagi 3 ta jahon chempionati finalida maydonga tushgan yagona futbolchi kimligini bilasizmi? Bu Cafu. O'ng qanot himoyachisi emas, haqiqiy poyezd. U o'yinning 90-daqiqasida ham xuddi 1-daqiqadagidek tinmay yugura olardi. Cafu taktik intizom va Braziliya fextovkasining mukammal sintezi bo'ladi. 4-o'rin Franco Baresi, Italiya. Milanning o'zgarmas 6-raqami. Agar himoyani geometriya fani deb olsak, Franco Baresi uning akademiki edi. U 20 yil davomida Milan sharafini himoya qildi va raqiblarini ofsayd tuzog'i bilan aqldan ozdirdi. U maydonni shu qadar mukammal ko'ra olardiki, jismoniy baquvvat bo'lmasa ham raqibga umuman imkon bermasdi. 5-o'rin Sergio Ramos, Ispaniya. Gollari bilan tarix yozgan gladiator. Futbol tarixidagi eng xarakterli, eng agressiv va eng sermahsul himoyachi Sergio Ramos. U faqat raqibini to'xtatibgina qolmay, eng muhim finallarda gol urib, Real Madrid tarixini o'zgartirgan. Ha, uning qizil kartochkalari ko'p, o'yini qo'pol, lekin g'oliblik ruhi borasida Ramos tengsiz. 6-o'rin Fabio Cannavaro, Italiya. Bo'yi kalta, ammo osmon qadar buyuk. Himoyachilar oltin to'p ola olmaydi deyishadi, lekin bu qoida Fabio Cannavaro uchun amal qilmagan. Bo'yi bor yo'g'i 176 sm bo'lishiga qaramay, u havoda 2 metrlik hujumchilarni ham yutib ketardi. 2006-yilgi jahon chempionatida u Italiya darvozasi oldida Berlin devorini qurdi va mutlaq loyiq ravishda dunyoning eng yaxshisi deb topildi. 7-o'rin Roberto Carlos, Braziliya. Fizika qonunlarini buzgan chap oyoq. Zamonaviy qanot himoyachilari tushunchasini yaratgan inson Roberto Carlos chap qanotda xuddi poyga mashinasidek uchib yurardi.
100 metrni 15 soniyada bosib o'tadigan tezlik va darvozabonlarni qo'rquvga soladigan dahshatli zarba egasi. Himoyalanishni ham, hujumni ham birdek maksimal darajaga chiqargan afsona. 8-o'rin. Carles Puyol, Ispaniya. Tarzan va Barselonaning yuragi. Futbol tarixida iste'dodi Puyoldan ustun himoyachilar ko'p bo'lgan, lekin xarakter borasida hech kim unga teng kela olmaydi. Barselona va Ispaniyaning oltin davri aynan mana shu Tarzanning yetakchiligida qurilgan. U jarohatlardan qo'rqmasdi. Hattoki to'p yo'liga boshini tutib berishga ham tayyor bo'lgan jangchi edi. Bu Carles Puyol. 9-o'rin. Bobby Moore, Angliya. Qirolichaning sevimlisi. Pele unga qarshi o'ynash eng qiyin bo'lganini aytgan. Angliya tarixidagi yagona jahon chempioni bo'lgan jamoa sardori Bobby Moore. U o'yinni shu qadar tez o'qirdiki, raqib pas berishidan oldin Moore o'sha yerda paydo bo'lardi. U ingliz futbolining haqiqiy etaloni hisoblanadi. 10-o'rin. Alessandro Nesta. Ro'yxatimizni himoyaning haqiqiy aristokrati bilan boshlaymiz. Alessandro Nesta. U maydonda xuddi kostyum-shim kiygandek nafis harakat qilardi. Ko'pchilik himoyachilar kuch bilan o'ynasa, Nesta aql va instinkt bilan harakat qilgan. Uning patkatlari xuddi jarrohlik amaliyotidek aniq va toza edi. Ikkita Chempionlar Ligasi va Jahon chempionligi uning buyukligiga isbot edi. Mana futbol tarixini yozgan hujumchilarga maydonni jahannamga aylantirgan top 10 himoyachilar ro'yxatini ko'rib chiqdik. Do'stlar, sizningcha ushbu ro'yxatga yana kimlar yetishmayapti? Balki Virgil van Dijk, Sergio Ramos yuqoriroqda bo'lishi kerakmidi? Yoki Ronald Koemanni eslash kerakmidi? O'z fikringizni albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Videoga like bosing va Golnoma kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Biz hali futbol tarixidagi eng qiziqarli mavzularni ko'tarishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.